Onajonim, nima deb duo qilgandingiz? O'g'lingizga hech narsa qilmadi. Mani qarangizlar. Qo'llarim, bir ikkita joylarim shilingan, hech narsa qilmadi. Bu yer singan. Stiklo singan, bunga o'tgan. O'lib ketaman deb o'ylagandim. O'zi bo'ldi, hammasi tugadi. O'zi bo'ldi deb o'ylagandim. Ayam bilan gaplashganimda hamisha aytardi. Duoyimdasan. Duo qilaman sizlarga hamisha. Onani duosida gap ko'p ko'rdilaringizmi? Menga hech narsa qilmadi. Xursandman bundan. Rahmat, sog' bo'lingizlar, charchamangizlar. Men bugun o'shanga qaramasdan men ishdan davom etmoqdaman, xudo xolasa. Men buni ertalab turdimdan tuzatdim. Men bu yo'lim tushgandi, men bu ketgandi. Bir ikkita joylari nima bo'lgandi? Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Yaxshilikka hammasi. Nasib bo'lsa, ishda davom etmoqdaman. Hozir zakaz tushganda restoranga borib olishim kerak. To'xtab qolish yo'q. Xulosa chiqarish kerakdan keyin dashi davom etish kerak. Rahmat hammaga, sog' bo'lingizlar, charchamangizlar. Davom etamiz.